kishi xotini bilan tortishdi. Xotini eridan xafa bo'lib qaytmay o'tirardi. Er aytdiki xotinga, "Ey xotin, agar sen dedi, bomdod vaqti kirguncha gapirmasang, taloqsan" dedi. Ayolligiga borib shu erdan qutulaman dedi-da. Endi jahl ketganda aql ketdi. Narsa gapirmadi. Ovozi chiqmadi. Er bu holatda qancha gapirtirishga harakat qilmasin, gapirtira olmadi. O'ziga kelib qoldi-da er. Tunda borib Abu Hanifani eshigini borib taqillatdi. "Ey imomlar imomi, ey ustoz, men xotinim bilan janjallashib mana shu gaplarni gapirib shartli taloq tushish ehtimolini mana shu yuzaga keltirib qo'ydim. Shundan qattiq pushaymonman." U kishi aytdilarki, "Masjidga borasan dedilar. Muazzinni topasan." Bomdod namozi vaqti kirishidan oldin azonni aytdi. Borib topdi, ko'ndirdi. Azonni ovozi eshitildi. Hali vaqt kirmagan, azon ovozi eshitildi. Shunda xotin endi bomdod bo'pti deb, "Alhamdulillah, sendan mana ajradim, taloq tushdi" deganda er, "Bekorlarni aytibsan, hech qanaqa taloq tushmadi, hali bomdod vaqti kirmadi" degan ekan.